Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan 110 kvadrat metrdan iborat bo'lgan dupleks hovli sotiladi. Uy to'liq yevro remontdan chiqqan, kiraverishda bizani juda ham chiroyli hol kutib oladi. Birinchi qavatda 2 ta xona, zal va umumiy ovqatlanish xonasi mavjud. Oshxona to'liq qaytadan jihozlangan. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Pastki qavatda 3 ta yotoqxona, bitta sanuzel va kotel uchun alohida xona ajratilgan. Uy mebel texnikalar bilan yoki mebel texnikalarsiz sotiladi. Buni uy egalari bilan kelishib olishingiz mumkin.